Mercedes yoki BMW, Cristiano Ronaldo ili Messi, Real Madrid yoki Barsa. Xuddi shunga o'xshagan sportlarda Rossiya ham bor. Moskva yoki Peter deb. Bunisi u deydi, bunisi bu deydi. Doim sport doim bo'lib kelgan va davom etadi. Bittasi bitta narsani dokazat qilmoqchi bo'ladi, ikkinchisi boshqani dokazat qilmoqchi bo'ladi. Biri bu yerda ishlash yaxshi deydi, biri bu yerda yashash yaxshi deydi. Bu narsani birovga внедрять qilib, sen Moskvaga kel yoki sen Peterga kel deyishdi iloji yo'q ekan. Moskvadagilarga ham, Peterdagilarga ham o'zlariga yarasha hayotni kechirar ekan. Hozir biz Sankt-Peterburg shahridamiz. O'zim Moskvada yashayman, lekin Peterda taksi qiladigan insonlar uchun zo'r mashinalar topib qo'yganman. Cherry Ariza 8. Под выкуп или arendaga. Vykupni условиялari 100 ming beradigan bo'lsangiz 12 ta TOS besplatno, 3600 dan 3 yil minasiz mashina o'ziga olib ketadi. Arendaga minmoqchi bo'lsangiz 3,5 mingdan 1 oyda 2 kun выходной bilan. Qayerda demoqchimisiz? Pastda telefon nomeriga murojaat qilasiz va NKPRga kela olasiz.